Davlat mulki hisoblangan madaniy meros obyekti hech qachon xususiylashtirilmaydi. Qanday masalan ekspertiza xulosasi berildida 5 yil 10 yildan keyin o'sha ekspertiza xulosasi o'zgardi. Ro'yxatdan chiqarish xulosasi tasdiqlanadi. Bir necha marta uchrashuvlar o'tkazdik. Loyihani tekshirib chiqdik, qaytarib ham berdik. Tarqatma materiallar yoki bir qanaydir kitoblar men ko'rganim yo'q. Qiziq narsa ham yozasan, ham o'zing yoningdan to'lab o'zing chop etishing kerak. O'ylab turadi har bitta odam menga zararmi shu narsa kunim o'tadi dedi, shundan oladi surib qo'yadi. Kuzatuvchilarimizda shunaqa holatlar kuzatilsa, fuqaro sifatida bunaqa obyektlarda saqlab qolinishiga o'zlarini hissasini qo'shadi degan umiddaman. Assalomu alaykum. Bugun biz O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi mutaxassislari va ekspertlari bilan suhbat qilyapmiz. Agentliklaringda faoliyatlar va qo'yilgan maqsadlar haqida bir qisqacha aytib bersalaringiz. Madaniy meros agentligi to'g'risida nizom tasdiqlangan 2021-yil 649-sonli Vazirlar Mahkamasining nizomi. Bu yerda Madaniy meros agentligining vazifa va funksiyalari aniq qilib belgilangan. Agentlikda asosiy vazifalari madaniy meros obyektlarini aniqlash, asrash va kelajak avlodga yetkazib berish, keyin restavratsiya qilish, konservatsiya qilish, tiklash ishlari. Qisqacha qilib aytganda, asosiy vazifasi madaniy meros obyektlarini asrashga qaratiladi. Menga hozir qiziq bo'lgan narsa, agar iloji bo'lsa, shu O'zbekistonda madaniy meros obyektlarini qanday aniqlanadi, qanday ro'yxatga olinadi, ro'yxatga olingandan keyin qanday ommaga e'lon qilinadi. Shu bilan birga ba'zi obyektlar madaniy meros ro'yxatidan ham chiqarilyapti. Shu jarayonlar haqida to'liqroq aytib bersangiz. Madaniy meros obyektlari O'zbekistonda hozirgi kunda aniqlaganda taxminan 10 mingdan ortiq. Shulardan 2,5 mingga me'moriy yodgorliklari, qolganlari arxeologik yodgorliklar, qisman san'at yodgorliklari. Siz savolingizga qanaqa qilib ro'yxatga olish masalasi. Bizning respublikamizda arxeologiya instituti bor. Undan tashqari san'atshunoslik instituti ham bor. Keyin mana o'zimizning arxitekturlik qurilish instituti bor. Ikkita institut, akademiya nauka arxeologiya instituti bilan birga san'atshunoslik institutlar doimiy ravishda arxeologik qazmalar olib borishadi. Shularning ichida har xil ekspeditsiyalar bor. Mintaqaviy ekspeditsiyalar hozir Farg'ona, Andijon, Samarqand, Buxoro, har bitta viloyatda o'zini bo'limi bor. Bular o'zini ilmiy programmasi bo'yicha yildami, 2 yildami qaysi bir vaqt bo'lib, baribir o'z rejasi bilan birgalikda ekspeditsion obsledovание qilishadi. Ana shunda topilgan ba'zi bir xil yodgorliklar qadimdan ham o'sha ma'lum bo'lganlarni ular ro'yxatga turishi, boshqasini texnik holatini o'rganib chiqargan bo'lsa, yo ilmiy izlanish olib borishayotgan bo'lsa, ikkinchi variantida yangi noma'lum to'satdan chiqib qoladi. Qattiq xo'jalik ishlari bilan bog'liq bo'lgan qurilishmi yo suv inshootini o'tkazayotganda chiqib qolishi mumkin. Ana o'shanda bular hammasi ro'yxatga olishga kiritiladi. Qo'shimcha qiladigan bo'lsam, bu arxeologiya to'g'risida O'zbekiston Respublikasi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risidagi 2001-yilda 269 2-son qonuni bor, qonuni. Qonunda aytilganki, arxeologiya yodgorligi aniqlangan kundan e'tiboran madaniy meros obyekti hisoblanadi. Aniq belgilangan. Bu demak madaniy meros obyekti hisoblandimi? Yana keyin terechda yozilganki, aniqlangan kundan boshlab bu ro'yxatga kiritish masalasi hal qilingan, ya'ni milliy ro'yxatga kiritish masalasi hal qilingunga qadar madaniy meros muhofaza qilish to'g'risidagi barcha qonun va qonun qarorlar bilan himoya qilinadi. Keling, binolar haqida gaplashsak. Shaharlarda shu Sovet davrida qurilgan ko'p binolar, hozir masalan o'zimiz o'tirgan, suhbatimiz ketayotgan bu bino ham 50-yillarda ikkita rus arxitektori tomonidan qurilgan. Aytaylik, shu hozir madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. Tushunarli tarixiy obyektlar hammasi juda ham muhim, lekin hozir shahrimizda bo'layotgan ba'zi Sovet davri aytamiz, mana Dom kino buzilib ketdi deymiz. To'g'ri, endi masalan Sho'rolar davrida qurilgani bilan u
o'sha davrda bir namoyandasi bo'lgan. Kelinlar shu binolar kiritilishi, chiqarilishi shu haqida bir gaplashsak. Shunaqa obyektlar qanaqa holatlarda chiqishi ham qiziq bo'lyapti-da. Har bir tarixiy davrda o'ziga yarasha shaharsozlik bo'lgan. O'sha boringki, o'sha qadimgi dunyodan oladigan bo'lsa, antik davrda, o'rta asr davrlarida bo'lsa, o'rta asr davrida, sovet davrasida qurilgan inshootlar ham mana bizning Toshkentimizda juda ham ko'p. Albatta, har bitta bino madaniy meros emas. Tipovoy binolar bo'ladigan bo'lsa, takrorlanadigan bo'lsa, qurilish san'atiga ega degan emas. Masalan, mana Navoiy 30 bu bino o'sha 50-yillarda haqiqatdan Navoiy ko'chasini ochish, rekonstruksiya qilish bilan bog'liq bo'lgan. O'sha paytda shahar arxitektori Mithat Saidovich Bulatov degan odam bo'lar edi. Ana shuni rahbarligida avvalo shuni nimasi bilan bu ko'cha rekonstruksiya qilingan. Shulardan bitta noyob bino deb hisoblangan, ro'yxatga kiritilgan bino mana shu Navoiy 30dagi biz hozir joylashib turgan joyimiz. Nima bilan bu ajraladi? Avvalo qurilish peshtoqidan boshlaylik. Oldiga chiqqan peshtoq, kolonnali, foyasiga kirsangiz leshnichniy marshlar, zinapoyadan chiqib qatirib ketish, 4 etaj bilan barobar ketgan. Qolgan taraflari hammasi o'sha nimaga mo'ljallangan ish. Xizmatchilar uchun bu yerda redaksiyalar joylashgan bo'lgan, keyin tipografiya bo'lgan, hammasi mana shu matbuot bilan bog'liq bino. O'shaning uchun tarixiy ahamiyatga ega hisobida biz uni hali ro'yxatga olganmiz. Bu Navoiy 30. Shunga o'xshagan binolar bu yerda Chirchiqstroyni binosi ham bor edi. Va bu burchagimizda Navoiy bir burchagida hali ximiya hozir ximiya vazirligimi? Shunaqa. Masalan, Navoiy 32 degan bino bor ekan, o'sha buzilib ketgan kinoteatr bo'lgan ekan. Balkim siz eslovlar. Navoiy 30da Hamza teatri. Yo'q, 32. Bizdan keyingi kinoteatr qurilgan ekan o'sha yillarda. Burchakda bor. Undan xabarim yo'q-ku. Lekin mana bu yerda Hamza teatri bor. Agarda oladigan bo'lsak. O'sha peshtoqida milliy uslubda qurilgan teatr edi o'zi aslida olganda. Yog'och kolonnali, chiroyli bezatib qo'ydi. Lekin uni o'sha sovet davrida endi vaqt o'tgandan keyin talab majbur qiladi, rekonstruksiya qilishmasdan ancha qiyofasi o'zgarib ketib qolgan. Mana bu yerda biz bir yo'qotdik desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu binolar umuman olganda agarda bunda bir solishtirib keladigan bo'lsak, bu faqat bitta ayrim bino emas. Umumiy ko'chadagi mashhur bino deganda ansambl tashkil etadi. O'zi bir nima deydi? Siz aytgan ansamblga o'xshagan qurilib, gen planda shunaqa mujassam qilingan. O'sha ya'ni tarixiy muhitni ifodalash, shaharsozlik ifodalash namunasini sovet davrida, mana shu sovet davrida qurilgan Navoiy ko'chasida batafsil ko'rish mumkin. Uning ichida san'at saroyi ham bor. Keyin Sog'liqni saqlash vazirligini binosi. Sog'liqni saqlash vazirligi ana shu davrda hammasi. Bular aytamanki, sovet davrida qurilish san'atini yuqori darajada ko'rsatilgan ifodalar binoni aynan mana shu Navoiy ko'chasida ko'rish mumkin. Xayrli aka, gapingizni bo'ldim, uzr. Hozir biz endi ko'ryapmiz, ba'zi binolar bo'shatilib, madaniy meros ro'yxatidan turgan binolar investorlarga berilyapti. Iloji bo'lsa, madaniy meros ro'yxatiga kirgan binolar bilan bog'liq o'z boshimcha qilinayotgan har qanaqa o'zgartirishlar, qurilishlar aniqlanayotganda jismoniy shaxs bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, qonunbuzarliklar bo'lgan paytda sizlarda agentliklarda qanaqa vakolatlari bor? Hozir birinchi savolingizga, investorlarga madaniy meros obyektlari bo'shatilib, investorlarni jalb qilib o'sha tadbirkorlarga berib yuborilayotgan holatlari deyapsiz. Lekin bunaqa holat bizda deyarli yo'q deb ayta olamiz bemalol. Chunki bu bizda qonundan qat'iyan belgilab qo'yilgan madaniy meros obyekti hisoblangan, davlat mulki hisoblangan madaniy meros obyekti hech qachon xususiylashtirilmaydi. Qonundan belgilangan. Bu xususiylashtirish mumkin emas. Bu vakolat, bu qonun bormi? Demak, bizning agentlik nizomida unaqa xususiylashtirishga berishga hech qanaqa vakolatimiz yo'q. Keyingi savollarga beradigan bo'lsak, madaniy meros obyektida do'konlar ochib olib, o'z boshimchalik bilan
qo'shimcha qurilishlar qilyapti, o'zgartirishlar kiritilyapti o'zboshimchalik bilan. Bunaqa holatda madaniy meros agentligiga vakolat berilganki, ya'ni davlat nazorati funksiyasi bor. Madaniy meros obyektining asllik holatini saqlanishi bo'yicha nazorat qiladi ular. Boradi, holatni ko'radi, haqiqatan ham siz aytganingizdek o'zboshimchalik bilan binoni o'zgartirish, qiyofasini o'zgartirgan, rekonstruksiya qilgan, uni asl ko'rinishiga qarab turib baholash mezoni bor. Vazirlar Mahkamasi 265-sonli qarorida madaniy meros obyektiga yetkazilgan zararni hisoblash metodikasi bor. Tegishli tartibda prokuratura organlariga xabarnoma beriladi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p holat bo'lyapti. Bu nimadan kelib chiqyapti? Ayrim bir fuqarolarimiz borki, bu madaniy meros obyektiga hurmatsizlarcha qaraydi yoki madaniy meros deganda tushunchasi juda ham past bo'lib ketyapti. Yoki faqat qanaqadir moliyaviyda o'zini nima deydi? Mana shu savolingizni sal uzoqlashmasdan menga shu qiziq bo'lgan taraflardan yana bittasi, masalan aytaylik, siz aytdingiz madaniy meros ro'yxatiga kirgan obyekt shaxsiy investor berilmadi, lekin ba'zi holatlarda binolar madaniy meros ro'yxatidan chiqarilyapti. Bu chiqarilish protsessi, shu jarayoni deylik, qanday ko'rib chiqiladi sizlarda? Qaysi hollarda chiqarilishi mumkin? Chiqarish ham, kiritish ham bir xil tartibda amalga oshiriladi. O'sha tarixiy madaniy ekspertiza xulosasi, ya'ni tarixiy madaniy ekspertiza xulosasi kim tomonidan amalga? Nima kechirasiz, mana bu bino qiymatga ega madaniy meros tarkibiga kiritildi. Masalan, 2 yil o'tib o'z-o'zi qiymatini yo'qotib qo'ymaydi-ku, chunki yillar o'tgan sari qadar qimmati qo'shiladiki, kamaymaydi. Shu O'zbekistonda shaharlarimizda bo'lgan binolar bilan bog'liq savol deb hisoblaylik. O'sha holatlarda ekspertiza xulosasi deyapsiz-da. Qanday masalan ekspertiza xulosasi berildida 5 yil 10 yildan keyin o'sha ekspertiza xulosasi o'zgarildi. Qanday bo'lishi mumkin bu? Oldingi ekspertiza misol uchun ro'yxatga olinayotgan jarayonda arxiv ma'lumotlari ko'tariladi avvalo. Tarixi u xalqda, ya'ni u shu mahalliy ahamiyatda qanaqa ahamiyatga ega bo'lgan bino. O'zidan o'zi ba'zi me'moriy yechimlari zo'r bo'la turib, lekin tarixiy ahamiyati bo'lmasa ham ro'yxatga olinmaydi. Chiqarishda qarang, 2 yil oldin olinib, yana 2 yildan keyin chiqarilgan holat yo'q. Bu oldin nechinchi yil, masalan, hozir 50-yilda qurilgan bino yildan yilga o'tgan sari eskirishi bor. O'sha madaniy qimmati, u o'sha ustunlari, peshtoqlaridagi bezaklari, o'sha holatlarni inobatga olgan holda ro'yxatga olingan. Demak, o'sha holatlar bugungi kunda yo'qolib ketgan yoki o'z qimmatini yo'qotgan bo'lgandan keyin ro'yxatdan chiqarish xulosasi tasdiqlanadi. Ya'ni ilmiy ekspert kengashi tomonidan bu kengash vakolatiga kiradi. Yaxshi, bu savolga qaytamiz. Masalan, aytaylik, o'sha hozir siz bergan javobga nisbatan madaniy merosga kirgan aytaylik binolar, tarixiy binolar, neoklassika deyiladi, o'shanga kirgan binolarni holati buzilyapti. Sizlarning agentliklaring tomonidan nafaqat bu saqlash, balkim restavratsiya jarayonlarini nazorat qilish ham kiradi. Mana shu holatda restavratsiya jarayonlari qanday bo'ladi? Uzoq muddatda ekspluatatsiya qilgandan keyin ta'mir talab qilinadi. Mana oxirgi yillarda biz bir to'g'ri yo'lga solib qo'ydik. O'sha ta'mir tiklash uchun biz har bitta hozir tashkilot qaysi bittasi bajaradigan bo'ladigan bo'lsa, loyihasini talab qilamiz. Loyiha ilmiy kengashda ko'rinib chiqadi. Ko'pgina loyihalarni biz qaytarib beryapmiz. Qaytarib yana bergan nima deydi, zamichaniylarimizni olgandan keyin borib qayta ishlab, yana takrorli ko'rilib chiqib, ana undan keyin tasdiqlab beryapmiz. Bu juda hozir yaxshi joyga qo'yildi. Har yili bir 50-100 atrofida bir yilda bo'layotgan obyektlar nazoratda o'tyapti. Shuning uchun buni yaxshi yo'lga nima qilib qo'ydik, mana ta'mirlash. Agarda Navoiy 30 binosida ham bir ta'mirchilar bo'ladigan bo'lsa, albatta loyihasini ko'tarib keladi. Sog'liqni saqlash vazirligining binosida ham bir necha marta uchrashuvlar o'tkazdik. Loyihani tekshirib chiqdik, qaytarib ham berdik. Qaytadan yana qayta ishlab kelib, hali talabimizni bajarmaguncha bizga ruxsat berganimiz yo'q. Loyihani tasdiqlagandan keyin qurilish ketayotgan jarayon va undan keyingi holatni sizlarning agentliklaring hududiy madaniy meros obyektlarini saqlash tashkiloti bor. O'zimizdan Toshkent shahrida har bitta viloyatda bor boshqarmasi. O'shalarning nazorati ostida o'tadi. Ularning o'zgalasini ham texnadzori bor.
ulardan tashqari bizani inspeksiya shu narsani nazoratga oladi. Bir biridan mustaqil demoqchisiz, ikkita monitoring qiladigan To'g'ri. bor. Ular bir biridan mustaqilmi? Beradi. Mustaqil, alohida. Bu inspeksiya bizani agentstoga bo'ysunadi. Agentstning tashkiloti. Ularni o'zgalasini texnadzori. U o'sha qaysi tashkilot buyurtmachi bo'lib shuni ishni bajarayotgan bo'lsa, boring o'sha Minzdrav binosi bo'ladigan bo'lsa, o'zgalasini o'qisi bor ularni. Ana o'zgalasi. O'shada ikkita bir-biridan mustaqil ekspertlarni xulosasi bir-biriga to'g'ri kelmay qolsa nima bo'ladi? Kengashda ko'rib chiqiladi. Kengashda o'zi mana binoni restavratsiyaga tayyorlash uchun mana ilmiy tadqiqot institutida loyiha ishlab chiqiladi, restavratsiya jarayonini ko'rsatib beradigan. Shu restavratsiya jarayoni boshlangandan keyin yerda nazorat o'sha madaniy meros boshqarmasi bor, shu boshqarmani zimmasiga yuklanadi. Aksariyat holatlarda shunday o'sha nazorat yuklanadi. Endi hozir ularni o'sha bino egalarini texnadzori bo'ladimi, u madaniy meros boshqarmasinikimi yo agentlikdan qo'yilgan, direksiyadan qo'yilgan texnadzor bo'ladimi, o'sha loyiha asosida, loyihadan hech qanaqangi og'ishmasdan faqat o'sha bitta loyihadan nima ko'rsatilgan bo'lsa, shu bo'yicha nazoratni qilishadi ular. O'sha dom spetsialist madaniy meros ro'yxatga kiritilgan, lekin biz aytayotgan shu bufer zonasi, himoya zonasida aytaylik tadbirkorlarmi, quruvchilarmi kelib qurilish qilinadi, bilib bilmasdan o'sha yonida turgan har xil infrastruktura bilan o'sha ziyon yetishi mumkin. Shu holatlarda fuqarolar qayerga murojaat qilish kerak yoki masalan sizlarda murojaat qilganda qanaqa choralar ko'rinadi? Madaniy meros obyekti hisoblangan obyekt nafaqat uning atrofidagi 100 metrgacha bo'lgan hududlarda, 100 metrgacha bo'lgan hududlarda amalga oshiriladigan qurilish ishlari yoki buzish ishlari hammasi o'rnatilgan tartibda ilmiy ekspert kengashining ruxsatnomasiga asosan amalga oshiriladi. Bo'lmasa Ilmiy ekspert kengashining ruxsati bo'lmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Madaniy meros obyektining 100 metrgacha bo'lgan hududdagi qurilishlar. Agarda madaniy meros obyektini o'zida olib borilgan buzish ishlari bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikka tortiladi. Qanaydir binoni madaniy merosga kirganligi, uni masalan bufer zonasi borligini balkim birov bilar, balkim tushunar yoki tushunmas. Shu holatlarda masalan qilinishi kerak bo'lgan ishlarning jarayoni haqida bir aytib bering. Holat ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunbuzarliklar juda ham ko'p uchraydi aka. O'sha madaniy meros obyektini atrofida bufer zonasida qurilishlarni o'sha bilib bilmasdan qiladiganlar bor. Bilib bilmasdan o'sha qurilishlarni amalga oshirib qo'yadi. Undan keyin bizning hududiy boshqarmaga, madaniy meros agentligi hududiy boshqarmalariga, agentlikka ham shunaqa vakolat berilganki, o'sha noqonuniy tartibda amalga oshirilgan qurilish ishlariga to'g'ridan to'g'ri ma'muriy javobgarlik qo'llash mumkin. Ya'ni sudlarga oshiradi. To'g'ridan to'g'ri vakolat berilgan. Lekin bu jinoiy javobgarlikka tortish masalasi prokuratura organlariga bog'liq. Lekin aniqlangan o'sha obyektga nisbatan qo'pol ravishda obyektni buzib boshqa narsa holatlari bo'lgan bo'lsa, uni holatini aniqlab, boyaga aytganimdek zarar miqdorini aniqlab prokuratura organiga oshirib, prokuratura uni jinoyat ishi deb topilib, uni qo'zg'atish va boshqasi ularning vakolatiga kiradi. Biz ungacha bo'lgan proses jarayoni, ya'ni obyektni tarixiy obyektligi, tarixiy obyektni haqiqatda buzganligi, buzish natijasida mamnuncha palon summadagi ziyon yetkazilganligi to'g'risidagi barcha hujjatlarni rasmiylashtirish Madaniy meros agentligi hamda uning hududiy boshqarmalari, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahar va viloyatlar madaniy meros boshqarmalariga vakolat berilgan. Bizga shunaqa vakolat berildiki, o'sha to'g'ridan to'g'ri borib ma'muriy javobgarlikka tortish yoki o'sha jinoiy javobgarlikka tortishga asos bo'ladigan o'sha zarar miqdorlarini aniqlab berish, prokuratura organlari bilan hamkorlikda ishlash nimamiz oxirgi paytda jadallash. Shu vakolatda berilgan sari biz mana taftish ishlarini ham olib boryapmiz hududlarda. Mana bunaqa misol uchun bilib bilmasdan qilgan holatlarni ko'ra turib, xalq ham ommaviy axborot vositalarida yoritib boryapmiz. Mana yaqinda ham ko'rgan bo'lsangiz, Samarqandda nechta 5 ta yaqin obyektimizda zarar yetkazgan ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Buni xalq eshityapti-da, madaniy meros obyektiga bunaqa hurmatsizlik qilsak, mana shunaqa javobgarlik bor ekan. deb ozgina odamlarning mas'uliyati oshib boryapti-da. O'sha ziyon yetkazilgan deb agar topiladigan bo'lsa,
maxsus ekspertlar guruhi bor. Ular binoni tarixiyligini, badiyligini, umuman masalan arxitektura madaniy meros obyekti bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmasa arxeologiya madaniy meros obyekti bo'ladigan bo'lsa, yo monumental o'shani o'rganib chiqadigan ekspertlar tomonidan qanchalik darajada ziyon yetkazganligi maxsus shablonlar asosida aniqlanadi. Shuni asosida keyin jinoiy javobgarlik yo bo'lmasa ma'muriy javobgarlik prokuratura tomonidan aniqlik kirgizilib, miqdoriga qarab turib jinoiy javobgarlikka tortiladi. Chet el safarlarida bo'lganimizda har bir gostinitsada bukletlar, madaniy meros obyektlari tushirilgan, tarqatma materiallar kartaga kiritilgan. U holatlarda man qarab turib, ha menga masalan mana shu joy menga qiziq, borib ko'raman yoki mana bu joy menga uncha qiziq emas, men mana bu joyga borsam yonida 3 ta yo 4 ta tarixiy obyekt bor, ko'rsa bo'ladi. Sizlarda bo'lsa kerak, endi men tushunishim bo'yicha o'sha ro'yxatda omma bilan tanishtiradigan biron bir tarqatma materiallar yoki bir qanaydir kitoblar men ko'rganim yo'qda, qiziqardim. Bor unaqa kitoblar. O'zbekistonda Ochiq osmon ostidagi muzey degan kitob chop qilingan. Yerda butun arxeologik obyektlarimiz, arxitektura obyektlarimiz o'sha kitobda ko'rsatilgan. Undan keyin 2014-yilda O'zbekiston madaniy meros obyektlari ensiklopediyasi chop qilindi. Unaqa katta miqdorda emas, faqat o'sha hududiy boshqarmalarga tarqatib berilgan. Shunaqa kitoblar chop qilinyapti. U narsalar yo'lga qo'yilgan. O'sha hozir bukletlar, boshqalar, turizmni rivojlantirish. Buni kimdir o'zini xususiy yo'nalishida shug'ullanayotganlar bor. Agentlik tomonidan shu narsalar targ'ib qilinayotgan, fond tomonidan targ'ib qilinayotgan. Qayerdan biz olishimiz mumkin? Masalan, bir hozir tomoshabin qiziqib qoldi, olmoqchi. Qayerdan borib yoki o'sha tadbirkormi, boshqami, qaysi ixtisoslashgan kitob do'konlarimi yoki masalan ensiklopediya dedingiz, o'shalarni qayerdan olsa bo'ladi? Kitob do'konlarida bo'lishi kerak. Endi men hozir aynan ayta olmayman. U bilan kim shug'ullangan, qancha miqdorda u nashr qilinganini uni hozir men ayta olmayman, lekin men o'zim shu kitobni topib, o'qib, sotib olib, tanishib chiqqanligim uchun, bilganligim uchun shu narsani aytyapman. 4 yil 5 yil ichida masalan 2 ta kitob nashr etildi. Dast o'sha O'zbekiston buyuk arxeologik yodgorliklar bo'lsa, ikkinchisi mana shu 2 yil 3 yil bo'lib qoldi. Qashqadaryoga boshlangan u ham nima kitob chiqarilgan. Lekin mablag'i chop etish uchun aksariyat mana bizani o'shamizni institutimizni o'zini yonidan to'lab chiqazdi. Bu davlatni zakasi emas. O'shaning uchun chiqayotgan chop etilayotgan narsalar tiraji juda kichkina. Nari borsa bir 100 ta, 200 ta qimmat turadi, juda ham qimmat u. Har bitta kitobni o'zini bir oladigan bo'lsangiz 250 ming, 300 ming bir kitobda ona. Sovet davrida nashrga chiqazib san gonorar oladigan bo'lsang, bugunda bizda bir atir-chatirli faktor chiqib qo'yadi. Qiziq narsa ham yozasan, ham o'zing yoningdan to'lab o'zing chop etishing kerak. Shu darajaga ham bir bu noto'g'ri. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Men o'shaning uchun aytaman, yana o'shani bir qaytadan bu ko'rib chiqish kerak edi. O'sha arziydigan kerak, zarurat narsalarni bo'ladigan paytda o'shalarni tirajini ko'paytirish kerak birinchi darajada. Muallifga ham juda ham katta yordam berish kerak. O'zi muallif ham yozib bersin, ham olib borib yugurib yursin, ham uni o'tkazib ketsin, ham chop ettirsin. Bunaqada qiyin u. O'ylab turadi har bitta odam, menga zararmi shu narsa yo'qmasam, shu kuni siz ham kunim o'tadi dedi, shu bilan oladi, surib qo'yadi. Rag'batlantirish shu o'rniga biz hali orqaga surib qo'yapmiz. Bu noto'g'ri. Mana bitta ozgina boshqotib ko'rish kerak. Bitta mana ustoz aytgandek bir aniq ma'lumot bilan misol keltirib beraman. Samarqandda butun umrini hozir mana u kishini yoshlari 80 dan oshdi. Butun umrini shu madaniy meros obyektlarini restavratsiyaga bag'ishlagan inson. Bu juda ham 100 yilda desam ham xato bo'lmaydi. Bunaqa insonni dunyoga kelishi qiyin. Chunki u ham o'zi restavrator usta, ham shu yozishga jur'at topgan o'zida.
kitob yozdi. Abduqahhor aka Haqqulov degan inson, Otasi ham usta o'tgan. otasi ham usta o'tgan silolaviy usta bular. Shu odam yoshi shu 70 dan oshgandan keyin shu kitob yozishga o'zini hayotini bag'ishlab, bizni madaniy meros obyektlarimiz, milliy me'morchiligimiz bo'yicha ularda restavratsiya qanday amalga oshiriladi, uni sir asrorlari to'g'risida u kishi keyin o'sha restavrator ustalarni hayoti to'g'risida, silolaviy ustalar hayoti to'g'risida kitob yozdi. Qo'llanmalar 4 ta kitob o'zini hisobidan chop qilib chiqardi shu odam. Men juda xursand bo'ldim. Yaqinda akademik unvonni berishdi u kishiga. Juda xursand bo'ldi. Biz o'zimiz borib tabriklab keldik. Lekin u kishining nihoyatda durdona yaratgan kitoblari juda ham kam miqdorda o'zini hisobidan chop qilingan. Bunga hech qanday bir e'tibor qaratilmadi. Agarda shu insonni yaratgan kitobini, yozgan kitobini agar chop qilib butun madaniy meros yo'nalishidagi nimalarga, o'sha boshqarmalarga, restavratorlarga, direksiyalarga tarqatilsa, hozir mana Samarqand arxitektura institutida qo'llanma sifatida foydalanishyapti institutda. Shu kitobdan o'sha restavratsiya nimasi bor, bo'limi bor. O'sha bo'limdagi studentlar foydalanyapti shu kitobdan. U institutdan o'zlari chop qilgizib oldi. O'sha institutda foydalanish uchun. Agar shu kitobdan ko'proq chiqariladigan bo'lsa, juda ham bir ajoyib yozilgan kitob. Men 4 tala kitobini ham o'qib chiqdim. Bir umrini sarflab ham o'rgana olmaydigan narsalar shu kitobda bor. Juda ham yaxshi. Men keyingi savolim sizga, masalan, fuqarolarimiz tarixiy obyektlar reyestrga kiritmagan shunaqa holatlar bilan muammolar chiqqanda sizlarni agentliklaringga to'g'ri onlayn saytlaring bor, murojaat qilish mumkin. Qayerga murojaat qilishlari kerak, qanday murojaat qilishlari kerak, shu borada qisqacha aytib bersangiz. Hududiy boshqarmalarga to'g'ridan to'g'ri yozma ravishda yoki og'zaki ravishda murojaat qilsa, hududiy boshqarma o'zi shug'ullanib, agar o'zini vakolat doirasida hal qiladi yoki respublika darajasi madaniy meros agentligi tomonidan ko'maklashilishi mumkin. Obyektimiz soni juda ham ko'pda respublikada. Har bittasini borib turib, hozir 8,5 mingga yaqin obyektimiz bor. Endi mutaxassis yetishmovchiligi bor bizda. Shtat birligimiz kamroq. Har bitta, masalan, Qashqadaryoda 1400 dan oshiq, sonra Samarqandda 1600 dan oshiq obyektimiz bor. Shtatlaringiz bo'yicha, masalan, O'zbekiston bo'yicha sizlarning agentliklaring qancha kishi faoliyat olib boradi? Endi uni kadrli masala sonini aniq bilmayman. Mutaxassis yetishmovchiligidan har bitta obyektni borib nazorat qilish funksiyamiz juda ham qiyinlashib boryapti. Chunki hudud katta, obyektlar tarqoq joylashgan. Nazorat qilish, borib u obyektga borib bir kuningiz ketadi. Bitta obyektni borib ko'rib kelish. Albatta, safar qilish kerak. Masalan, agentlikda bir qisqa raqami yoki telefon raqamlari saytda ko'rsatilgan. Saytda ko'rsatilgan bu narsa. Qisqa raqam bor, o'sha garchi liniya deymiz. Bemalol telefon qilib, bog'lanib, o'sha muammolarni aytib, uni o'zimizning xodimlarimiz bor, biriktirilgan xodimlarimiz yozib, tegishli bo'limlarga yo'naltiriladi. Biz saytlaringga va shu qisqa raqamlarni yozib qoldiramiz. Agar kuzatuvchilarimizda shunaqa holatlar kuzatilsa, fuqaro sifatida bunaqa obyektlarni saqlab qolinishiga o'zlarini hissasini qo'shadi degan umiddaman.